Assalomu alaykum. Ilgari sartaroshlar hijoma ham qilishgan, juda o'zlarini kasbini ustasi bo'lishganda, hozirgi paytda hamma sohani ham shogirdlari ozgina usta bo'lib olsa, ozgina qo'llaridan kelib qolsa, fikr-chiqarlarni o'rganmasdan o'zlari fotiha berib chiqib ketib qolishibdi-da. Shunisi achinarli. Shuni orqasidan mana bilmasdan har xil yomon narsalarni qilib qo'yishibdi. Hozir ko'rsani maska qilishadimi, qosh terishadimi erkaklarnikini, yaxshi yomon narsalarni bilmasdan 3-4 so'm pul topish uchun nima ish bo'lsa qilishibdi. Bu narsadan qo'rqish kerak-da. Endi endi hamma boradigan joyi tayin, qaydan pul topdingiz, qayga sarf qildingiz, hammasiga javob qilamiz. Ayniqsa haromdan topilgan pullarga. Qosh terish harom deyildimi, tergan odam ham harom pul topgan bo'ladi. Erkaklar qo'pol, dag'al bo'lishimiz kerak. Va xotinlarga o'xshab qosh terdirib, betka maska qilib, har xil narsalarni qilib, ayol sifati bo'lib ketib qolinadi-da. Bitta sartaroshga kamchilikni aytsam, nimadir yozibdilar, men o'qiy olmadim, lekin buni ham bilmayli-da. Haligi yarmini bosh yarmini oqartirib, cho'pchikka o'xshatib, prichoska qilishibdi. Aniq narsasini hozir keltira olmayman hadisdan boshqadan, lekin taqiqlangan. Bir joyini qoldirib, bir joyini qoldirib, bitta joyini soch qoldirib, narsa qilib kaltalashtirilsa bo'lmaydi deyilgan. Haligi oqartirish, yo'llarni oqartirish ma'nosida. Buni agar juda men bilan tortishaman degan odamlar domlalardan so'rab olinsa, aytib berishadi bu narsani mumkin emasligini. Shunaqa.